Muhammad sallallohu alayhi va sallam Abu Ubayda raziyallohu anhu boshchiligida taxminan 300 sahobani safarga yubordilar. Yo'lda oziq-ovqat tugab, hatto bir kishiga bir dona xurmo beriladigan bo'ldi. Sahobalar uni uzoq so'rib, ustidan suv ichib kun o'tkazishardi. Sahobalar xurmo tugagandagina uning qadrini bildik deyishadi. Keyin ochlik yanada kuchayib, daraxt barglarini yeyishga majbur bo'lishdi. Shu sababli bu safar Jayshul Xobat, ya'ni barg qo'shini deb nom oldi. So'ng ular dengiz bo'yida ulkan kitga o'xshash o'lik dengiz jonzotini anbarni topishdi. Abu Ubayda zarurat sabab undan yeyishga ruxsat berdi. Sahobalar undan 18 kun davomida ovqatlandilar, yog'idan foydalandilar va kuchga to'lishdi. Jonzotning qovurg'asi juda katta bo'lganidan, hatto tagidan tuya minib o'tish mumkin edi. Safardan qaytgach, ular voqeani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytishdi. Shunda payg'ambar alayhissalom: "Bu Alloh sizlarga chiqargan rizqdir" dedilar. Va sahobalar olib kelgan go'shtdan o'zlari ham yedilar. Sahobalar barg yeyish darajasigacha och qolishdi. Lekin sabr va tavakkulni tark qilishmadi. Shunda Alloh ularga kutilmagan joydan ulkan rizq berdi. Mo'min inson rizqi tor kelib qolganda sabr qilishi va Allohdan umidini uzmasligi kerak.